Xitoy hökumətinin Şərqi Türkistanda 1,5 milyondan artıq kişini məcburi paxta terishqa salğanlığı aşkarlandı. Amerikadakı tədqiqatçı Adrian Ziz tərəfindən Yer şari siyasi mərkəzi namlıq tədqiqat mərkəzində elan qılanğan ən yeni dokladda göstərilishicha, 2018 yılı Şərqi Türkistanның faqat 3 vilayətində az degəndə 570 min odam məcburi paxta terishqa salınğan. Əmgəkə salınğanlar əmgək işidəki quramığa yetkənlərni, yaşanğanlarni və lagerdən çıxqanlarni öz içigə aldı ekan. Adrian Ziz Xitoy hökuməti özü elan qılğan hüccətlərə və şundaqla Xitoydakı axbaratlarda aşkarlanğan sonliq məlumatlar asasında yuqarı rəqəmni hesablab çıxan olub, bütkül rayondakı ümumi sonning buningdan nechasi yuqarılıqını təxmin qılmaqda. İgilənişçə, Şərqi Türkistandakı paxta Xitoydakı ümumi paxta işləb çıxarışının 85%-ni, dünyadakı ümumi paxta işləb çıxarışının 20%-ni təşkil qıladigan olub, dünyadakı dağlıq moda markaları asasən degidək bu paxtalarga tayinli ekan. Dokladda mundaq deyilgan. Bu dokladda ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlar Sharqi Turkistondagi paxta ishlab chiqarishning mutlaq ko'p qismining davlat tarafidan majburiy holda ijro qilinayotgan va oz sonliq millatlarni nishon qilgan siyosatga asosan yurgizilayotganligini kuchli isbot bilan ta'minlaydi. Xalqaro jinoiy ishlar sotining taftish amaldorlari Uyg'urlarning Xitoy hukumati ustidan sungan Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini tekshirish haqidagi arizini qabul qilishni rad qilgan. Xalqaro jinoiy ishlar sotining bosh taftish ishxonasi 14 dekabr ariznamaning qabul qilinmaganligini bildirgan. Sharqi Turkiston surguni hukumati deb atalgan tashkilot bu 7-oyda xalqaro jinoiy ishlar sotiga ariz qilib, Xitoyning millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni jazo lagerlariga qamaganligi, ayollarga qarata majburiy tug'mas qilish ilib borganligiga doir zo'r miqdorda dalillarni sungan. Taftish ishxonasining bildirishicha, ariznomadagi qilmishlarning ko'pinchisi Xitoyda yuz bergan bo'lib, Xitoy xalqaro jinoiy ishlar sotining a'zosi bo'lmaganligi uchun tekshirish shartiga tushmaydi ekan. Lekin xalqaro jinoiy ishlar soti dokladida yana Uyg'ur arizdorlarining advokatlarining sud mahkamasidan uning yangi dalil isbotlar asosida qarorini qayta o'ylashini talab qilganligini bildirgan. Braziliya səhiyəni nazorat qilib boshqarish organi Turkiya qatorliq davlatlarda ishlatilishi planlangan Xitoy vaksinasining Xitoydagi tasdiqlanish jarayonining yetarli ochiq emasligini o'tirg'a qo'ydi. Braziliyaning səhiyyə nazorat qilib boshqarish organi Anvisadan Xitoy vaksina to'g'risida ogohlantirish keldi. Bu vaksinani birinchi oyda Braziliyaning nufusi eng ko'p bo'lgan San Pauloda fuqarolarga ishlatilish planlangan. Anvisa mundaq dedi: Bu vaksina o'tgan yili 6-oydan boshlab Xitoyda jiddiy ishlatilishga ijozat berilgan. Ammo Xitoydagi jiddiy ijozatnoma berish o'lchami aniq emas. Xitoy doiralarining bu qarorlarni chiqarishni belgilaydigan o'lchamlar haqida hech qanday uchur yo'q. Xitoyga qarshi so'zlar bilan tonilgan Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro ilgari Xitoy vaksinasiga bo'lgan gumonini o'tirg'a qo'ygan. Yaponiya davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi va Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe sinliq yig'in o'tkazdi. İki taraf Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atritining paraxodlarining talash tortishliq Senkaku orolining dengiz tavalligiga qayta kirishini muzokara qildi. Xabar qilinishicha, Nobuo Kishi Yaponiyaning bu vaqtdagi andishlarini o'tirg'a qo'ygan. İki mudofaa ministrining uchrashishi aslida 30 minutlik planlangan. Ammo yig'in vaqti plandagi vaqtdan zo'r darajada eshib 1 soat 35 minut davomlashgan. Nobuo Kishi suhbat jarayonida Senkaku orolining Yaponiyaning tarix va xalqaro qonundagi o'ziga xos zamani ekanligini aytgan. Nobuo Kishi yig'indan keyin mundaq degan: Yaponiya o'zaro ko'ngil bo'ladigan masalalar to'g'risida Xitoy bilan bo'lgan aloqani saqlab, mudofaa almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, dengiz, okean va aviatsiya sohasida bevosita telefon aloqa mexanizmini o'rnatishni ilgari surishni xohlaydi. Amerikadan keyin Avstraliya Facebook ustidan ariz sundi. Avstraliya Raqobat va iste'molchilar komiteti Facebook va ishga hamkorlashuvchisi ustidan ariz sundi. Bu arizning sababi Facebookning VPN deb ataladigan mavhum torni ishlatib, minglagan avstraliyalikning uchurini ruxsatsiz to'plashi deb ko'rsatildi. Tilga ilingan torning konkurs salohiyati va uchurlarni qo'g'dash va'dasiga qaramay, tafsiliy shaxsiy sonliq ma'lumotlarning Facebookning bozor tadqiqotida to'planganligi va ishlatilganligi ta'kidlandi. Ijtimoiy taratquv magnati Facebookning setib olish jarayonida yuqorida bayon qilingan
qilingan uchurlarni ishiltib, bozor afzalligini qonunsiz saqlab qolganligi o'tirg'a qo'yildi.